ushbu loyiha Xalq banki tomonidan Buxoro Vobkent tumani Parom mefeyida tashkil qilingan bo'lib, loyihamizning umumiy maydoni 6 gektar tashkil qiladi. Kontur raqami 5108 bo'lib, 50 nafar fuqaroga uzumchilik yo'nalishi bo'yicha tashkil qilib berilgan. 50 nafar fuqaromiz dehqonchilik tashkil qilib, hozirgi kunda uzum ko'chatini qishloq xo'jalik mineral o'g'itlar bilan parvarishlab kelmoqda. Fuqarolarimiz qo'shimcha daromad olish maqsadiga uzum ko'chatini ostiga lobla ko'chatini ekib, yuqori daromad olish maqsad qilingan 6 gektar maydonimizdan umumiy gektaridan 10 tonnadan 6 gektar maydonimizga 50 tonna 60 tonna uzum yuqori navli uzum hosilini olish niyatimiz bor. Hozirgi kunda lobla ko'chatidan ham yuqori navli yuqori hosildorlikda olish rejalashtirganmiz. Buni loyiha tashabbuskor tadbirkor Vobkent Agrofruit Tomaka xizmat klaster MCC tomonidan tashkil qilib berilgan bo'lib, hozirgi kunda fuqarolarimizga kerakli ko'rsatmalarni berib, qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar.